Sergeli va Yangihayot qoq markazi, ya'ni Sergeli metro bekati 3-metro bekatga 500 metr oldida joylashgan. Mana Golden Life Targov sentrimizda ko'rib turganingizdek metro o'tib turibdi. Mana shu Golden Life Targov sentrimizdan yo'l bu tomonda 5 ta Novostroyka domlarimizda joylashgan 3 xona 6-etajdan narxi arzon uyimiz chiqdi. O'zining balkonlari bor, plus parkovkalari bor. Yaxshi tomoni uyimizda ipoteka bo'ladi. Hozir uyimizdan sizlarga obzor qilib beramiz. Bismillah, obzorni boshladik. Kiraverish foizli xonadon. Kirgan ham o'xshagan keng katta holatda prixojkani ko'rishingiz mumkin. Mana prixojning mebellari ham uyda qoladi. Obzorni kuxnyadan boshlaymiz. Ya'ni ayollar sevimli xonasi, mana televizorlar uyda qoladi. Kuxnya mebellari qilib qo'yilgan. Hurmatli obunachilar, isitma suvdan muammo bo'lmaydi, chunki uyimizda 2 metr kotel bor. Bu yerda kiraverish asosiy eshigimizni prixojka bo'ylab yurganda, mana gulimizdan ham gaplashib qo'ydim, uyda qoladi. Bu yerda keng katta holatda zalni ko'rishingiz mumkin. Zaldan shunday o'tadigan bo'lsak, narujniy balkon bor. Narujniy balkonga shunday chiqadigan bo'lsak, menga o'xshagan chiroyli atmosferani ko'rasizlar. Pastda mashina qo'yish uchun parkovka, bolalar maydonchasi, bisetka bor. Eng yaxshi tomoni uyimiz metroga yaqin joylashgan. Ya'ni metrogacha 200 metr oldida joylashgan. Yaxshi lokatsiyadan uy chiqdi, shundoq kelib bosib boradigan joyi. Uyimizdan o'zinglar uchun bitta remont qilib olasizlar. Yaxshi tomoni uyimizda skvoznoy holatda joylashgan, ya'ni havo aylanishlari yaxshi. Bu yoqda kattalar yotoqxonasini ko'rishingiz mumkin. Barcha mebellar uyda qoladi. Sanuzel razdelni xonada joylashgan. Bu tomonda sanuzel va alohida hojatxonasi bilan birga. Bu yoqda 3-xona, ya'ni bolalar xonasini ko'rishingiz mumkin. Bu mebellar ham uyda qoladi. Uyimizda 7 qavatli g'ishtli domni 6-qavatda joylashgan. Plus balkon, mashina qo'yish uchun parkovkalari bor. Uyimizning umumiy maydoni 58 kvadrat metr. Yaxshi lokatsiyada joylashgan uyimizning narxi $69.500. Past nomerga qo'ldan telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Uyimizda ipoteka ham bo'ladi. To'liq ma'lumot, oylik to'lov, lokatsiyalar Telegram kanalda bo'ladi. Past nomerga qo'ldan telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Shunaqa yaxshi variantlarni o'tkazib olmaslik uchun bizning kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin.